Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun 30-sentyabr 2025-yil. Xudo xolasa sizlar bilan Damas bozorimizda turgan mashinalar haqida gaplashamiz va albatta men ma'lumotlar beraman. Ko'rib Damas bozorimizda mena mashinalar sotib edim ko'p. Birinchidan hammasini ko'rsatib, danıştırib boraman. Bugun Qo'shko'pirimizda bu havo 22 gradus bo'lib turibdi, plus 22 dollarni kursi esa 1.200.000 bo'lib turibdi. Ya'ni 100 dollarimiz 1.200.000 so'm bo'ladi. Obunachilarimiz ketdik birinchidan danıştırib ko'rsatib boraman. Birinchi ko'rsatadigan mashinamiz Gazel mashinamiz. Yana Gazelning sostenasi idealniy. 2023 yil ishlab chiqarilgan 23.000 kilometr yurib turibdi. Toza kraskasi 100% ustalarimiz kelib ko'rsatib, tekshirib olaverasiz xudo xolasa. Obunachilarimiz narxına keladigan bo'lsak, narxi 285 milyon so'm. E'tiborlarimiz obunachilarimiz 285 milyon so'mga Gazel. Keyingi mashinalarimiz yana Iconix. Bu tarafda Hyundai. Bu mashinamiz esa yana 2025-yilda ishlab chiqarilgan Cherry 7000 kilometr yurib turibdi. Kraska 100% toza. Narxına keladigan bo'lsak, narxi obunachilarimiz 310 milyon so'm. Kreditin ustida kelishiladi albatta. 100% arzon narxda xudo xolasa chiqarib beramiz. Iconix'imiz esa 2022 yil ishlab chiqarilgan full versiyada. Ali. Yok, gel oturma. Mashinamiz yumshoq balon, diska, lyuk, ichi navorot bo'lgan, ya'ni chexol, polik döşelgen, 137.000 kilometr yurgan mashin. Narxına keladigan bo'lsak, narxi 340 milyon so'm. Obunachilarimiz 340 milyon so'm narx bo'la, ustunda narx bo'lsa kelishamiz. Kreditga kelsangiz ko'rsatib, tushuntirib beradi bolalar. 100% kraskasi toza. Hyundai mashinamiz. Hyundai Elantra 42.000 kilometr yurib turibdi. 2025-yilda ishlab chiqarilgan. Keyin bir krelda kraskasi bor. Obunachilar shon taraf krelda kraskasi bor. Narxına keladigan bo'lsak 205 milyon so'm. 205 milyon so'm narx bo'lsa ustunda kelishamiz. İdealniy sostenasi, balonlar amali toza balon, paket hali bemalol 210 tortib beradi. Keyingi mashinamiz Lacetti mashinamiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Obunachilarimiz 4 yumshoq balon qo'yilgan. Balon hali paket ekan, toza qo'yilgan. Obunachilarimiz 259.000 kilometr yurgan, plus metani qo'yilgan. Metani bor. Obunachilarimiz metan qo'yilgan. Lyuk. Kraska endi 5-10% kraskasi bor. 5-10% ustalarimiz kelib ko'rsatib, tekshirib olaverasizlar. 75 milyon so'm narx bo'ladi. 75 milyon so'm narx bo'lsa ustunda kelishamiz. Keyingi Lacetti'miz ham 2011-yilda ishlab chiqarilgan. 2011-yilda ishlab chiqarilgan, ikkinchi pozitsiya 278.000 kilometr yurib turibdi. Balonlari o'rtacha holatda obunachilar. O'rtacha holatda, ya'ni yuridi, bir sezon polni yurib beradi. O'rtacha holatda balonlari. Krelda bor, eshikda bor. Ishon eshigida, ishon krelida kraskasi bor obunachilarimiz. Narx puli 82 milyon so'm. Narx bo'ladigan bo'lsa, albatta ustunda kelishib qaytib beriladi. Obunachilarimiz
Keyingi Lassetti'miz ham 2016-yilda ishlab chiqarilgan 4-pozitsiya avtomat. E'tibor beringlar, diskasi dim zo'rdir obunachilarimiz. Diskani durishini qarang. Vah, yarashib turibdi. Balonlari o'rtacha holatda obunachilar. 158 ming kilometr yurib turibdi, plus metani bor. Kraskasi, doğrusunu aytganda 50-60% kraskasi bor. Kapotda, krishada, eshigida ozgina kraskasi bor. Obunachilarimiz narx puli 90 million so'm. 90 million so'm. Bunun için navorot bo'lgan, polik, chexol, keyin krugoy tonirovka urilgan ina. Tonirovka razрешение hamma narsalari bor. 90 million so'm obunachilar narx puli. 1,5 so'm ustida qaytib kelishib beramiz. Keyingi mashinamiz Gentra 2021-yil ishlab chiqarilgan Gentramiz. Krugoy tonirovka bo'lgan, paket balon qo'yilgan 4 dona. 4-pozitsiya avtomat korobka, kraska 100% toza, plus metan ham bor. Narxi 165 million so'm. Obunachilarimiz 165 million so'm narx puli. Keyin kredit asosida olaman desangizlar, krediti 24 million 500 ming so'm plus notarius gaisi bo'ladi. 5 million 300 ming so'mdan 5 million 300 ming so'mdan oylik to'lov chiqadi. Bemalol kelib xarid qilaverasizlar bunaqa. Cobalt 2022-yil ishlab chiqarilgan 4-pozitsiya avtomat korobka, navorot bor, ya'ni chexol, polik, hamma narsalari bor. Ichida tuzilgan mashin. Shekarnet krugoy tonirovka urilgan mashin. Ochkaga. Mashin sosteniyasi idealniy. Zo'r sosteniyada turibdi obunachilarimiz. Avtomat korobka mashinamiz. Balonlari. Balon top-toza, 4 balon qo'yilgan toza. Mashin idealniy sosteniyada. Mazoli turibdi. Mashinani faqatgina haydash kerak obunachilar. Bo'lgan tonirovkasini, razresheniyasi bor. Kraskasi 100% toza, plus metani bor. 140 ming kilometr yurib turibdi. 134 million so'm. Obunachilar 134 million so'm. 16 million bilan kredit ham chiqadi. 5 yil muddatda oylik to'lovi 3 million 700 ming so'mdan chiqadi obunachilar. Bunaqasi bo'lmaganda ham aksiya ishlayman. 3 million 700 ming so'mdan 5 yil muddatda 16 million so'm plus notarius gaisi ichida. Yo'q, plus notarius gaisi qo'shiladi. Notariuslari qo'shiladi. Keyingi Cobalt'imiz 2025-yil ishlab chiqarilgan. Mashin idealniy sosteniyadadir. Bu hozir ichlarini ko'rsataman. Voshi chotki turibdi. Balonlari 4 balon paketina. Diskasini qarang, diskasi ham zo'r o'zini yarashib turibdi. Qop-qora marla qo'yilgan ekan. Abisovka almashgan. Voshi mazza turibdi mashin. Krugoy tonirovka. Ay ishkilik ekan, ichini chexollari, vobshem zo'r chexollardan qo'yilgan, ichi navorati zo'r bo'lgan, tuzilgan ekan mashin. 2025-yil buni olgan odam kiyibini aydimanda bo'lgan bo'lsa kerak. Yana ichidan ham ko'rinib turibdi, ustidan. Mashin zo'r sosteniyada turibdi, ichi polniy navorot. Qaranglar, e'tibor beringlar, 4-pozitsiya avtomat korobka, 12 ming kilometr yurib turibdi. Metan ham bor. 100% kraskasi toza. 100% kraskasi toza. Ustalaringizni kelib ko'rsatib xarid qilaverasizlar. Keyin qarang. Narxini kelsak 170 million so'm. Ustunda kelishamiz desangizlar, xudo xolasa ustunda 1,5 so'm qaytib beramiz. Agar kredit olaman desangizlar 38 million 700 ming so'm plus notarius gayi bo'ladi. 4 million 170 mingdan 5 yil muddatda chiqadi obunachilarimiz. Keyingisi 13-yil Cobalt 2013-yil ishlab chiqarilgan 200 ming kilometr yurib turibdi. Alashtirmasa 200 ming kilometr yurib turibdi. Yaxshimisan aka? Ishdan yaxshi qarama. Voy, молодец. 200 ming kilometr yurib turibdi. Propanda turibdi. Mashin obunachilar 85 million so'm beriladi.
Arka krelda kraskasi bor. 85 million so'm naqd pul. Kreditini ustunda kelishamiz sizlar. 2024-yil kuzov 2025 4-pozitsiya Cobalt'ımız avtomat korobka 31.000 kilometr yurtibdi. Metana bor, metan pokoleniya qo'yilgan, kraska 100% toza, 162 million so'm obunachilar. 34 million bilan 5 yil muddatda 4 million so'm oylik to'lov bilan chiqadi ana. Obunachilar 34 million bilan yana Cobalt. Kim so'rab yurgansa. 4 yumshoq balon, hamma narsalari bor, tayyor. Keyingi Cobalt'ımız 2025-yil ishlab chiqarilgan 4-pozitsiya bor. Avtomat korobka 1500 kilometr yurtibdi, plus metana bor, kraska 100% toza, narxi 178 million so'm. Narxi olsa ustunda kelishamiz. 44 million bilan 5 yil muddatda kredit ham chiqadi. 4 million 250 ming so'm oylik to'lov chiqadi. Dissiya qo'yilgan 4 yumshoq balon, hamma narsalari bor bunachilar. Xullas, bu yon tarafda ham Cobalt'larimiz ham ko'p Cobalt'lardan ketmaylik obunachilarimiz. Nexia'lar ham, Nexia 1, Nexia 2'lar ham ko'rsatib o'talik sizlar obunachilar. Bu yon tarafda Nexia Lacetti, Nexia 1, Nexia 2, Nexia 1'lar va Matiz, va yon tarafda Spark'larimiz bor. Hozir birinchi chetdan boramiz sizlar bilan. Xudo xolasa, bu Lacetti'miz 2013-yil ishlab chiqarilgan, 240 ming kilometr yurtibdi, 4 yumshoq balon qo'yilgan, plus metani bor pokoleniya, krelda, kapotda kraskasi bor. 86 million so'm. Naqd bo'lsa, albatta ustunda kelishamiz obunachilar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun Urganch Inomarka bozorimizdamiz. Bu yerning lokatsiyasini sizlarga tushuntirib o'tsam, Urganchda Pushkin ko'cha, ya'ni bu yon tarafimiz Progress, kelasa Pushkin ko'chani bilmagan odamimiz yo'q. Menimcha shu Pushkin ko'chada chiqasizlar, to'g'ri urilasizlar, ina Qo'shko'pir avtosavdoga urilasizlar. Obunachilarimiz, bu yerda ham Inomarka mashinlarimiz bor. Birinchi chetdan sizlarga ko'rsatib, donishtirib o'taman. Bugun 1-oktyabr 2025-yil dollar kursi $100 1 million 200 ming so'm o'tibdi, ya'ni 1200 o'tibdi. Obunachilarimiz, bu yerda mashinlarimiz, Inomarkalarimiz birinchi chetdan donishtirib o'taman obunachilar. Kia mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan Fly versiya, balonlar amali zo'r holatda turibdi. Obunachilarimiz, kraskasi 100% родной. Probeg 8000 kilometr yurtibdi. Narxi 50 ming. Narxi 50 ming dollar ekan. Obunachilarimiz, naqd bo'ladigan bo'lsa ustunda kelishamiz. Kreditini kelsangizda, kreditini ham ustunda kelishib beradi valloh xudo xolasa. Keyingi mashinamiz Captiva 2018-yilda ishlab chiqarilgan, kraska 100% toza, bemalol ekkalib ustalarimizni ko'rsatib olasizlar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun sizlar bilan Qo'shko'pir avtosavdoni Urganch filialina, ya'ni Inomarka bozorina keldik. Bu yerni adresini tushuntirsam, adresi bu Pushkin ko'cha, bu Urganchda buni bilmagan odam yo'q. Bu ham tarafimiz Progress. Pushkin ko'chamizdan chiqasizlar, Kirajab bo'yindan kirib kelasizlar, Pushkin ko'cha to'g'ri Qo'shko'pir avtosavdoga urilasizlar. Bugun 1-oktyabr 2025-yil dollar kursi $100 1 million 200 ming so'm o'tiribdi. Obunachilarimiz, Inomarka bozorimizda mashina assortimenti dim ko'p. Birinchi chetdan sizlarga shuni tushuntirib, ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa, Javohir ukamiz obzorini aytib beradi. Birinchi chetdan ko'rsatib. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun Urganch bozorimizda, Inomarka bozorimizdan mashina obzor aytib o'tamiz. Birinchi mashinamiz Kia Carnival mashinamiz bo'ladi. Eng full pozitsiyasi bo'ladi. 8000 kilometr yurgan mashinamiz. Hali toza, 4 yumshoq balon qo'yilgan.
Kraskasi, ratnoy tonirovkalar, shinalari bor. Mashinamiz kapitaniskiy sidina bo'ladi. Sasseniyasi ideal ekanlik. Mashinamizni tan narxi $50,000 aytib turibmiz. Xudo xolasa ustida kelsangizlar kelishib beramiz. Narx, barter, ikkilamchi hamma variant bor. Navbatdagi mashinamiz 2018-yil Captiva bo'ladi. 46,000 yurgan, kraskasi toza, 275 million so'm. Va ham shu aytib o'tganimizdek, barter, naqd, kredit hamma variantimiz bor. Bu mashinamiz ham Captiva 2017-yil 150,000 yurgan, bir krelimda kraskasi bor mashinamizni 244 million so'm mashinamiz bahasi. Bu Captiva'miz ham 2017-yil 93,000 kilometr yurgan, kraskasi toza, 245 million so'm. Diska, balon, hamma narsasi qilingan, tonirovkalar shinalari bor. Honda 2020-yilda ishlab chiqarilgan eng full pozitsiyasi, kraskasi toza, narxi 272 million so'm, ustida kelishib beramiz. Bu mashinamiz Honda elektr, 10,000 kilometr yurgan, kraskasi toza, narxi 295 million so'm, ustida kelishib beramiz. Navbatdagi mashinamiz 2018-yil Captiva, 143,000 kilometr yurgan, propan gaz ballonlari o'rnatilgan, kraskasi toza, narxi 240 million so'm. 4-yumshoq qog'oz qo'yilgan, tonirovkalar shinasi bor. Ballonlarni e'tibor beringlar, paket hali. Bu Captiva'miz ham 2018-yil 57,000 yurgan, kraskasi ratnoy, narxi 265 million so'm. Sasseniyasi zo'r ekan, ideal. Ballonlar ham toza. Captiva 5 mashinamiz 2024-yil metan gaz ballonlari o'rnatilgan, kraskasi ratnoy, narxi 310 million so'm. Kraska 100% radni ustalarni akkab ko'rsatib xarid qilaverasizlar. Naq bo'ladigan so'z ustida kelishamiz, kredit olsa kelib, ikkilancha hamma narsalar bor. Xudo xolasa kelsangizlar, bolalar tushuntirib beradi. Fengon eng full pozitsiyasi 2024-yil, kraskasi toza, 20,000 yurgan, narxi 340 million so'm. 340 million so'm obunachilar. Ballonlar ideal holatda. Mashin minish kerak bo'lgani faqat. Keyingi mashinamiz Equinox 2022-yil 53,000 yurgan, kraskasi toza, narxi 370 million so'm. Buni ham kelishib beramiz. 370 million so'm. Yumshoq bo'lgan, hamma narsasi bor. Mashinlik ekan. Keyin qaysisi? Lexus Lexus. 2015-yil, kraskasi toza, 118,000 yurgan, narxi $44,000 bo'ladi. $44,000 ekan Lexus obunachilarimiz. Mashin ideal holatda turibdi. Naq bo'ladigan bo'lsa kelishib taxlab beramiz, xudo xolasa. Keyingi mashinamiz nima ekan? Traversi mashinamiz bo'ladi. Navbatdagi mashinamiz 2024-yil 6,000 kilometr yuribdi. Eng full pozitsiyasi, kraskasi toza, narxi 680 million so'm. Kraska 100% toza, ha? 6,000 kilometr. 6,000 kilometr yuribdi obunachilarimiz. Ballonlar yana ideal holatda. Travers, tonirovka, razрешение hamma narsalari bor ekan. Ishlarini ham och. Ishlarni ham ko'ramiz. Nima bo'lachilarimiz ishlari? Ikinci qatorlari kapitaniskiy bo'ladi.
İkinci qatar kapitanskiy ekan. Chexolamiz chotki. Mashin muhtarang, tonirovka razishini hamma narsalari bor. Obunachilarimiz. Naq bo'lsa ustunda kelishamiz. Naq, barter, ikkilamchi hamma narsalarimiz bor. Albatta, Equinox'umuz 2021-yilda ishlab chiqarilgan, 77 ming yurgan, kraskasi toza, 352 million so'm bilan kelishib beramiz. 352 million so'mdan bunachilar. Gelishib beramiz. Yumshoq balon 4 dona. Mashinalik ekan. Sostenesi idealniy. Kengisini alalım. 2018-yil Captiva vam, kraskasi toza, narxi 265 million so'm, 97 ming yurt turibdi. 97 ming yurt turibdi ekan bunachilar. 265 million so'm naq bo'lsa ustunda kelishamiz. Balonlar ham yana top-toza turibdi hali. BYD. BYD Champion, hibrid. Hibrid var. 2024-yil. 2024. Aha. 10 ming kilometr turibdi mashinamiz. Narxi 360 million so'm. 360 million so'm. Obunachilarimiz naq bo'lsa ustunda kelishamiz. Kelaverasizlar. İçandaki maşinlarni göremiz. Endi obunachilarimiz. Malibu. 2021. Malibu mashinamiz obunachilarimiz 2021-yilda ishlab chiqarilgan. Цветіне e'tibor berasizlar. Вообще необычный rang. Mazza turibdi. Tonirovka bo'lgan. Paket balonlar qo'yilgan. 4 yumshoq balon. Sostenesi idealniy. Tonirovka razрешениялari ham bor ekan bunachilarimiz. 55 ming kilometr yurib turibdi ekan. Narxi 330 million so'm. 330 million so'm obunachilar. Ya mashinamiz. Bo'lmaydi bilan birga. Sağ. Kia Sorento. Kia Sorento. Buna bir şoför eşkimde klasiyası var. Probegi 77 ming yurt turibdi. Narxi 450 million so'm. 450 million so'm naq bo'lsa ustunda kelishamiz obunachilar. Mashinamiz ichi idealniy sosteniyada turibdi. Keyingi mashinamiz Equinox. Equinox 2022-yil. 2022-yil xo'sh. 45 ming yurgan. Rossiyasi 100% rodnoy. Narxi 365 million so'm. 365 million so'm obunachilar. Bu bilan o'zaro chiroyli narx qilib beramiz. Gelishtirib, naq, bartel, ikkilamchi hamma narsa bor obunachilarimiz. Kelaverasizlar. 2023-yil. Tonirovka razрешениялari bor. 30 ming kilometr turibdi bu mashinamiz. Mana 390 million so'm beramiz. 390 million so'm obunachilarimiz. E'tibor beringlar. Balonlar ideal holatda. 25 ta bo'laydi. Sostenesi idealniy. Keyingi mashinamiz elektromobilmi? Tesla. Tesla. Bu Tesla nechanchi yil bu? 2021-yil ishlab chiqarilgan obunachilarimiz. Narxi necha? 27 ming. 27 ming dollar obunachilarimiz Tesla. Tesla alaman deb niyat etib yurgan obunachilarimiz. Yine Tesla 27 ming dollar. Bemalol kelaverasizlar, sosteniyasi idealniy. Keyingi mashinamiz Malibu 2 XL variant ekan. 2023-yil. 2023-yil
Kraskasi top-toza. 100% toza ekan. Buni sizlar ustalaringiz kelib xarid qilaverasiz. Ba'zi qismi bron plyonka bo'lgan, 4 bo'sh balon qo'yilgan, archa balon yaxshisidan. Buni ochamiz, archa balon. Propan gaz balonlar ustanovka bo'lgan. Mashinamizning bahosi 360 million so'm. 360 million so'm buni ochamiz. Endi BYD sigle qancha so'mada? Keyingi Malibu'miz. Bu Malibu XL. 2023-yil yumshoq balonlar qo'yilgan, tayyorgarlik yana qilingan. Nexia 1'imiz. Alo, ha aka. Shu yerdaman, ben adasa Damas bozordaman, nega? Ha. Yaxshi azı boraman. Syomka tutibman, avval. Syomka tutibman, uka. Ne? Buna şahımız uzur. Şahitler telefon kaldı. 2006 yıl işlep çıkarılgan Nexia 1. Konditsionerim var ekan plus. Metanam var plus. 44 milyon so'm buna açılan. Balon sassena ortaça. 2006 yıl işlep çıkarılgan. Salon kısmı ortaça. 44 milyon so'm. Naq bo'lsa üstünde elbette gelişemiz. Nexia 2'miz 2014 yıl işlep çıkarılgan Nexia 2. Lüks konditsioner 241.000 kilometre yurtturibdi plus metanam bor. Narxına gelsek 60 milyon so'm buni açılan. Chexol toza qo'yilgan, qo'yliklar ham toza ekan. Mashina idealniy sostoyaniyada turibdi. Zo'r sostoyaniyada 4 yumshoq balon toza qo'yilgan. Obunachilarimiz e'tibor berasizlar, shu zo'r sostoyaniyada turibdi mashina. Narxi 60 milyon so'm. 60 milyon so'm narx bo'lsa ustunda albatta kelishamiz. Kelasizlar, ustunda kelishamiz. Nexia 1'imiz 2007 yil ishlab chiqarilgan, ikkinchi pozitsiya. 220.000 kilometr yurib turibdi, plus metanam bor, zang ishlangan, narxi 35 milyon so'm obunachilar. 35 milyon so'm narx bo'lsa ustunda kelishamiz. Balonlar o'rtacha holatda. Mashina sosteniyasi zakonniy. Nexia 2 4 yumshoq balon paket balonlar qo'yilgan. 2010 yil ishlab chiqarilgan. 266.000 kilometr yurib turibdi, plus metanam bor. Kraskasi 5-10% bor. 5-10% kraskasi bor. Narxi 41 milyon so'm obunachilar ustunda kelishamiz. Endi esa Matizlarga keldik. Matiz durshunaqa. Best. O'zim birinchi ayda ham mashinam best bo'lgan, dim zo'r narsa. Zo'r mashina bo'lar obunachilarimiz. 4 yumshoq balon qo'yilgan, mashina idealniy sosteniyada turibdi. Chexoli bor. Toza chexol qo'yilgan. 2009 yil ishlab chiqarilgan. Pozitsiya full versiya. Metan plus bor. Kraskalari zang ishlangan, verberlarida zang bilan ishlangan. Narxi 33 milyon so'm obunachilar. 33 milyon so'm. Narx bo'lsa ustunda kelishamiz. Pollux Matizimiz 2008 yil ishlab chiqarilgan, 192.000 kilometr yurib turibdi. 192.000 kilometr yurib turibdi, zang ishlangan, 37 milyon so'm obunachilar. Best paket. 2012 yil ishlab chiqarilgan, 79.000 kilometr yurib turibdi. Kraski 100% toza, 60 milyon so'm obunachilar. Bu Matiz. Bu Matizimiz 2008 yil ishlab chiqarilgan, ikkinchi pozitsiya, ya'ni Pollux plus metana bor. 150.000 kilometr yurib turibdi, zang ishlangan, 27 milyon so'm obunachilar inama. Matizimiz 27 milyon so'm. Balonlar o'rtacha holatda. 2010 yilda ishlab chiqarilgan bu Matizimiz. 13'da bu xatolashib berdik. Uzr so'raymiz. Ikkinchi pozitsiya, ya'ni Pollux
Matizimiz 220 bin kilometre yurt turibdi, plus metani bor. Kraskasi zang ishlangan. Narxi 38 million so'm. 10 million bilan kredit ham chiqadi. 1 million 400 ming so'mdan 5 yil muddati. Aldan 10 million berasa 1 million 400 dan 5 yil muddati kredit asoslari ham bo'ladi. Endi esa Spark'lar o'tamiz obunachilar. Spark mashinamiz 2018-yilda ishlab chiqarilgan, balon paket qo'yilgan, yumshoq mashinamiz ikkinchi pozitsiya, Euro 94 bin kilometr yurib turibdi, plus metani bor. Kraskasini e'tibor beringlar, 100% toza. Narxi 94 million so'm. 94 million so'mga beramiz. Ustida kelishamiz. Albatta naqd bo'ladigan bo'lsa, kredit olsa, kredit ham ustida kelishib, zakonatib beramiz obunachilarimiz. 2015-yilda ishlab chiqarilgan bu Spark'imiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan 210 bin kilometr yurib turibdi. Metani bor, kraska 100% toza, 72 million so'm. 72 million so'm. Balonlari o'rtacha holatda obunachilar bu mashinamiz. Keyingi mashinamiz 2013-yilda ishlab chiqargan Spark 1 plus metani bor. Kraskasi 30% kraskasi bor, 30%, ya'ni krelda, eshikda, arka kapotda bor. Obunachilarimiz narxi 65 million so'm. 65 million so'm. Narx bo'lsa ustunda albatta kelishamiz. Keyingi Spark'imiz esa 2012-yilda ishlab chiqarilgan, birinchi pozitsiya, yumshoq balon qo'yilgan, balonlar o'rtacha holatda, 160 bin kilometr turibdi, plus metani bor, kraskasi ham bor. Endi verberlarida narxi 65 million so'm. 65 million so'm obunachilarimiz. Bu ham tarafda Nexia 2'larimiz, Nexia 1'larimiz, bu ham tarafda Damas mashinamiz. Bo'ldi, hozir bordim ya. Damas mashinlarimiz, yani bu albatta Damas bozorimizda Damas mashinlarimiz ko'p, bemalol kelib, ko'rib, xarid qilaverasizlar, xudo xolasa obunachilarimiz. Shu bilan videomizni yakunlaymiz. Obunachilarimiz, musofirda yurgan og'alarimiz, ukalarimiz, do'stlarimiz, jonlaringiz sog', salomat bo'lsin. Ekran tenda nomer qoldiramiz. Agar savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, shu nomer bilan bog'lanib turib, bemalol javob olsangiz bo'ladi. WhatsApp, Telegram albatta bo'ladi. Hammangizni Qo'shko'pir avtosavdoni Damas bozorida kutib qolamiz. Shunday mashinalar bilan kelaverasiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar obunachilarimiz. Kraskasi toza, 375 million so'm. 375 million so'm obunachilarimiz. 34 ming yurgan. 34 bin kilometr probeg. Sotsiyanasi idealni. Narx bo'lsa albatta kelishamiz. Barter, ikkilamchi hamma narsa bor obunachilarimiz. Keyingisi Bu ham shu narsa, 2023-yil. Ondan tanlab kelishimga yumshoq balon, elde qismi broni plyonka bo'lgan. Mana bahosi 360 million so'm. 64 bin kilometr tutdi mashinamiz. Mashina sotsiyanasi idealni. Diskelada cho'tki mazzoli turibdi mashina obunachilar. Keyingi Malibu'miz 2018-yilda ishlab chiqarilgan 204 mashinamiz bo'ladi. Necha kilometr probeg? 75 bin, 76 bin tutdi. Adashmasam kraskasi toza. Yumshoq balonlar qo'yilgan. Narxi 245 million so'm. 245 million so'm olmoqchimiz. O'tirsinmi? Sotsiyanasi idealni. 22 yil premyer, 44 bin yurgan, kraskasi absolut toza, mes qadova, yumshoq balon ham narsa bo'lgan. 368 million so'm bahosi kelishib beramiz. Ustida naqd, kredit, barter farqi yo'q. Hamma narsa qilib beramiz. Obunachilarimiz
Bu maşina mı? Kia, BYD Seagull. 2023 yılda işlep çıkarılan en full kraskesi tazayken 187 milyon son bakası bunun üstünde gelişip veremiz. 187 milyon son pul. Abonaçılarımız. Uşaq valla. Buyurğan tayarıb gəlişi dərs qılınlar. Bu yedik avtomobilimiz diskeler koyulğan, yumuşak kolla koyulğan kraskes taza 320 milyon son 60 yurt tut. 220. Balonun diskesine karan abonaçılarımız. Diskesi ideal. Xoş, şu bilan abonaçılarımız bizə videonu yakunlayımız. Musafirdə yürüyen ağalarımız, ülkelerimiz, dostlarımız sağ olun, aman olun, işlərinizə rivacına versin. Dolup daşıp gəlgi sizə xulayım. Həməyizi Qoşköpür avtosavdanı İnamarka bazarında kütük qalanımız, gələ verəsiz abonaçılarımız. Nomer ekranda koyamız. Ne savallarınız olsa bemalol bağlansanız da boladı. Musafirdə yürüyen ağalarımız üçün xalasanız da WhatsApp, xalasanız da Telegram hemen hersə işlət duradı. Xuda xalasa 24/7 xuda xalasa işçidir nömrimiz. Bemalol əlaqə çıxarırsınız. Sağ olun, salamat olun.